Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun Pro obunachilar uchun yangi bir funksiya qo'shildi. Demak, buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda profilga kirganingizda, demak, bu yerda tariflaringizni obuna qachon tugashini ko'rishingiz mumkin va undan tashqari, demak, bu yerda yaratilgan fanlar ko'rishingiz mumkin va yangi funksiyalar. Demak, baraban degan tugmani bosamiz va bu yerga o'quvchilar ism familiyasini kiritib qo'yamiz. Bu nima uchun kerak bizga? Qayerda ishlatamiz degan savolingizga. Misol uchun guruhlarga bo'lishda, sinfda aytaylik 12 ta bola o'qiydi yoki aytaylik 30 ta bola o'qiydi. Siz ularning ismini bir marta kiritib qo'yasiz va darslaringizda aytaylik guruhlarga bo'lish uchun 2 ta guruhga, 3 ta guruhga ham, misol uchun 4 ta guruhga kelinglar, 2 ta guruhga bo'lishni ko'rib chiqamiz. 2 ni bosasiz, bo'lish. Va bu yerda bolalarni ikkita guruhga random asosda bo'lib beradi yoki 3 ta guruhga aytaylik, mana 3 ta guruhga bo'lib beradi. Xo'p, qayta aralashtirsin deysiz masalan. Bu bitta funksiyasi. Ikkinchi funksiyasi doskaga chiqarishda ham bolalarga shu juda ham zo'r ish beradi. Random orqali chiqarish. Ya'ni bolalarning hammasini darsda faol diqqat bilan qatnashini ta'minlab beradi bu metodimiz. Demak, misol uchun bosamiz. Kimning ismi chiqsa, o'sha bola doskaga chiqadi degan bir yoki savolga javob beradi degan metodni qo'llashimiz mumkin. Mana bu yerda biz taxminiy ismlar kirgizamiz. Alekseyev Felix Aleksandrovich degan bola doskaga chiqadi deymizda, okey deymiz. Ya'ni guruhga bo'lishi mumkin, doskaga chiqarishda, dars so'rashda, ya'ni ko'p ota-onalar shunaqa shikoyat bilan kelishadiki, nimaga mani bolamni so'ramaysiz darsni yoki nimaga mani bolam doskaga chiqarmaysiz degan savollar berishadi va bu savolni siz shu birgina metod bilan nuqta qo'yishingiz mumkin. Va yana shuni aytishimiz mumkinki, orqada o'tirgan bolalar ham demak hozir mani ismim chiqib qolishi mumkin degan ma'noda darsga diqqat bilan e'tibor qaratishni ta'minlagan bo'lamiz ustozlar. Bizni kuzatishni davom eting. Tez orada yana yangi funksiyalar qo'shamiz va albatta sizda qanday takliflar bor, yana nimalarni qo'shsak chiroyli bo'ladi va sizlar uchun kerakli qanday metodlarni qo'ysak foydali bo'ladi. Buni biz bilan ulashing va biz albatta inobatga olib bu ishlar ustida ishlaymiz. Bizni kuzatishni davom eting. Hammalaringizga omad.